Assalomu alaykum hammaga. Cobalt mashinasiga qilib o'tgan ishlarimiz haqida aytib o'tamiz. YouTube kanalida ko'pdan buyon video qo'yilgan yo'q, sababi ishlar bilan bo'lib. YouTube tarmog'iga qo'yayotganmiz, Instagramga qo'yib beryapmiz kam-kam. Cobalt mashinasini tayyorlab berganmiz. Mashinamizga Malibu 2 bar full komplektatsiyada o'rnatib berganmiz. Orqalari ham qotirilgan, bar o'ngga chapga umuman o'ynamaydi. Farnatlari ham yonadi, kanga ulangan, kam bilan ishlaydi. Abagripplar ham ishlaydi. 2 marta o'sib bagaj uchadigan qilib berganmiz. Ko'plarga narx qiziq. Malibu 2 barda Xitoy versiyasini bezprovodnoylari ham bor. Xitoy versiyasini $220 ga o'rnatib beryapmiz. Full komplektatsiyada o'rnatib beramiz deganga nimalar kiradi? Ichlari polni shumka bo'ladi, motorchiklar original bo'ladi, hech qanaqa отказ qilmaydi, tormoz bosib rushni ko'tarsa ovozlari ham chiqmaydi. Xullas, sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lgan bo'lsa, shu o'zimizning klientlarimizga qo'ygan obunachilarimiz bo'lsa, mazza ishlatishib yurishdi. Akamiz ham Samarqanddan kelib qildirib ketyapti. TCC 360 qo'yib berganmiz. Juda ham sifat zo'r. Ustanovkasi bilan $500 atrofida chiqadi bu. Bakovoylarga ham kamerasi bu. Taydan qarasizlar, bakovoyga ham kamera qo'yilgan. Taylarga ham bakovoy qo'yilgan. Bemalol bundan olib turadi o'zi. 360 kameralari ham ishlab turadi bemalol. Xo'p, mana. Sifatli monitor. Juda ham zo'r holatda. Keyin 908 signalli o'rnatib berganmiz. Dominant originali bo'ladi. Hech qanaqa muammo qilmasdan ishlaydi. Originalda mana yondan qarasa ham, bu yoqdan qarasa ham oppoq yonib turadi. Endi bu akamiz faqat qimmat, sifatli narsa qildirgan, shuning uchun mashinani ishonib tashlab ketgan. Hamma ishlarni akkuratni qilib berdik. Neonline 88 nollar antennalar qo'yib berganmiz. Keyin video registrator 3 kamerali qo'yib berganmiz. Plafonlariga LED, orqalari pisochniy fari, o'zining MCM monitorlarini yechib 360 qo'yganmiz. Keyin start stop vatannikini qo'yganmiz. Hech qanaqa muammo qilmasdan ishlaydi. Mashinamiz MCM. Rul knopkalari ham bemalol ishlab turibdi. GPS ulandi. Skoroskga tushishlari ham yaxshi, keyin sitinadan surishlari ham. Sizdan bemalol suriladi, hech qanaqa qisilib, shunaqa muammo qilmaydi. Mexanikalari ham ishlab turibdi. Mexanikalari ham ishlayapti. Xullas, ustanovka tomonidan hech qanaqa muammo qilmaydigan darajada o'rnatib berganmiz. Hech qayerni qirmasdan, shilmasdan zavod holatda o'rnatilgan. Kimga shunaqa sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol pastda numar qoldirib qo'yaman. Aloqaga chiqib kelsalaringiz bo'ladi. Toshkent shahrida ish faoliyatini olib boryapmiz. Surxondaryo, Termiz shahriga ham dostavka qilib jo'natyapmiz hozir. Ko'p mahsulotlarimizda bilet fara, shu kerakli narsalarda video registratorimiz ham ishlab turibdi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangiliklarni qilaverishlikka harakat qilamiz bundan keyin.